Şərqi Türkistanның zəmininin qanunluq egalari bo'lgan Uyg'ur xalqi ishg'ol qilingandan buyon yer osti va yer usti boyliqlari va odam kuchi boyligi bilan birga Xitoyning ekspluatatsiyasi ostida azob oqibat chekyotdi. Ular oxir qolgan yerlari va ozg'ini boyliqlari bilan hayot qilish uchun tirishayotganda, rejimsiz ishg'olchilar buni ulardan tortib olmoqchi bo'lyapti. Xitoy ijtimoiy aloqa tor bekatlarida tarqalgan sin ko'rinishi Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi kishilarning mol-mulklariga qora qo'lni uzatayotganligini isbotladi. Bir senda so'z qilingan Sharq Turkistonning Qumul shahrining 2 Aslan bozorining 1-mahallisidagi bir xonim yerlik hukumatlarning uning yerlarini musodir qilganligini aytdi va agar bu yerlarimizni bizdan tortib olsa qanday qilamiz? Biz turmushimizni qanday qamdaymiz? Shvalimizni qanday tarbiyalaymiz? Bizning holimizdan xabar oladigan odam yo'qmi? Bizga bunday zulm qilishning o'rniga bizni etib o'ltirgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Agar bizni turmaga tashlab yoki bizni o'ltirayotgan bo'lsang yaxshi bo'lmamdi deb shikoyat qilgan. Uyg'ur ayollari orasidagi aktivligi va farzand tarbiyasi bilan tonilgan va bir mezgildan buyon böbrek kasalligi sababli doktorxonada davolanayotgan Oyisha Yasan xonim tunugun vafot bo'lgan edi. Boshqa minglagan Uyg'urlarga o'xshash Xitoy zulmi sababli Turkiyaga kelgan Oyisha xonim yo'ldoshi va farzandlari bilan Istanbulda yashayotgan edi. U Uyg'ur ayollari orasidagi aktivligi, jonliqligi va farzand tarbiyasi jihatlaridagi tirishchanligi bilan tonilgan. U turli siyosiy va madaniyat faoliyatlarida aktiv qatnashgan. Shundaqla yaqinda xush ovozi bilan Qur'oni Karimning Uyg'urcha tarjimasini o'qib tarqatgan. Mərhumning meyit namozi bugun İstanbul Safakoydagi Fatih jamasida o'qilib, orqadan Silveri rayonidagi Gömüşkaya mozorligiga dafn qilindi. Xitoy şirkatlarining Rossiyadan Uyg'ur diyori orqali mis simlarini import qilayotganligi, bu shirkatlar G'arbning jazosi va tamojna bejdan qochish uchun bu mis simlarini Uyg'ur diyorida buzib tashlandiq, to'mir tasakka aylantirayotganligi ilgari surilmoqda. Reuters agentligining 15 aprel bergan bu vaqtdagi maxsus xabarda oshkorlanishicha, voqeadan xabardor uchur manbasi Rossiya mis ishlab chiqarish shirkati RSS bilan Xitoy shirkatlarining vositachilar orqali yangi ishlab chiqarilgan mis simlarini Uyg'ur diyoriga kirgizib, buzib tashlandiq to'mir tasakdan farqsiz holga keltirayotganligi bildirilgan. Egilinishçe Avrupa İttifaqı Xitoyning to'qliq mashina sanoatiga adil bo'lmagan yordam berish ayblashlarini tekshirayotgan bir paytda e'lon qilingan dokladda Xitoyning avtomobil shirkati BYDning yerlik batareya ishlab chiqaruvchilarga berilgan yordam va uning mashinasini sotib oluvchilarga beriladigan e'tibordan deb oldiganligi o'tirg'a qo'yildi. Germaniya Kiril Dunyo iqtisod tadqiqot o'rnining aytishicha, Xitoyning oldingi qatorda turadigan to'qliq mashina ishlab chiqaruvchilarga qilingan yordam 2020-yildagi 220 million yevrodan 2 milliard 100 million yevroga o'rlagan. Yana bir tarafdan Xitoyda rasmiy ziyorati bo'layotgan Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Beijingni to'qliq mashina sanoatiga to'kma qilib setish va ishlab chiqarishdan eshib ketishini ogohlantirdi. Amerika prezidenti Joe Biden 2-oydagi chaqirig'ini takrorlab, Xitoyda ishlangan to'qliq mashinalarni cheklashni talab qildi. Shuning bilan cheklanib qolmay, Kengash palata bank komiteti raisi Shurut Birovin bu vaqtdagi bayonotida Xitoyning to'qliq mashinalari Amerika mashina sanoati uchun mavjud tahdid dedi. Tojikiston Tashqi ishlar ministrligi o'zaro prinsipni asos qilib, odatdagi pasport olgan Turkiya fuqarolarining vizasiz tuzumini bekor qildi. Bu qaror bilan Tojikistonga sayohat qilmoqchi bo'lgan Turkiya pasporti bor fuqarolar oldi bilan viza olishi kerak. Tojikiston fuqarolari 2018-yildan boshlab 90 kungacha viza olmay turib Turkiyaga kelinmaydigan bo'lib, bu ishning Turkiya doiralarining 20-apreldan boshlab viza iltimosining yo'lga qo'yilganligini e'lon qilishi bilan to'xtatilgan. Turkiyaning Tojikiston fuqarolariga vizasiz tuzumni amaldan qoldirilishi martda Moskvada yuz bergan va 140 dan ortiq odam o'lgan qurolli hujumdan keyin bo'lgan.